Bugün yağmurlu kunda İstanbul'dagi eng güzel maskanlardan biri bo'lgan Sarıyer tumanida joylashgan Emirgan ko'risiga keldik. Mana bu ko'rib turganlaringiz güzel o'sha lola festivalidagi güzel lolalar. Bu park juda ham katta bir o'rmonlikdan iborat bo'lib, bu o'rmonlar, ya'ni daraxtlar barchasi archa daraxtlari. Tabii ki bilasizki, archa daraxti tabiatga qanday kislorodni ko'p berishligini hammamiz juda ham yaxshi bilamiz. Lola festivaliga keldik-ku. Qaysi rangdan xohlasangiz barcha rangdan lolalar bor bu yerda. Odamni bahri bilan ochiladi. Lola festivalini bo'ladigan joy mana shu. İsmi Emirgan Parkı. Bu yerda har xil turdagi, har xil rangdagi lolalarni ko'rishimiz mumkin. İstesangiz sarig'i, istesangiz oqidan. Yana bir qip-qirmizi lolalar. Mana bularga nima deysiz? Juda ham chiroyli. Insonni qo'li tekkan har bir joy albatta juda go'zal bo'ladi. Emirgan. Bu yer shu parkda, shu xiyobonda ismi Emirgan. Chiroyli, mana shunday qilib bezab yozib qo'ygan. Bu yerda ham chiroyli har xil turdagi, har xil rangdagi lolalar. Bu yerda mana 8 yosh usti guruhlar o'yin alanı debdi. Mana bularda bolalar bemalol o'ynab dam olish mumkin. Bu yerda juda ham chiroyli oq va qizil lolalar. Hattoki mana ular inchadan ochilyapti. Bu yerdan kirib ajoyib bir manzaraga guvoh bo'lasiz. Kiramiz ichiga. İnson o'zi beixtiyor sevinib, xursand bo'lib ketadigan joylar. Chunki tabiat top-toza, toza havo. Bu yerga kelib bu lolalarning rang-barangligini ko'rib, albatta hammasini rasmini olib sizlar bilan bo'lishmoq istayman, lekin qaysi rangdan va qaysi turdagi lolalarni istaysiz? Hammasi bor bu yerda. Hattoki bu yerda shunaqangi güzel bir qafas qurdimki, qafasda kabutarlar bor. Qanaqangi kabutar istasangiz hammasidan bor. Va bu eshigidan kirib bu tarafidan chiqqanimizda endi o'sha internetlarda ko'rgan güzel shar-sharra suv, mana bu taraflarning o'rmon
Mazza qilib piknik qilishga stollar, hamma narsa bor. Hattoki ko'p yomg'ir, salqin havo bo'lishiga qaramasdan insonlar piknikda qilyapti. Albatta mana shu o'sha internetdagi go'zal mashhur kichkina ko'prik. Kichkina lekin insonni ko'proq bugun ish kuni bo'lganligi uchunmi turistlar juda ham ko'p. Ko'plardan ko'ra hattoki suvda suv toshbaqalarini ham ko'rishingiz mumkin. Tabiat juda ham go'zal. O'sha chiroyli kichkina yana o'sha go'zal ko'prikdan chiqib, hattoki bu suvda baliqlar, suv toshbaqalari, hattoki nima dengiz ko'rinyapti. Bu olamizni rangiga nima deysiz? Bu xiyobon bir tarafi dengiz bilan tutashgan bo'lsa, 2-3 ta ko'shklar ham joylashgan. Hattoki tabelalardan ko'rsatayım. Bunday. Mana men bunday qilib yozib qayerga ketishni ko'rsatib qo'yibdi. Hech ham adashmaysiz. Judayam katta joy. Bu xiyobonda Emirgan ko'risida 3 ta ko'shk joylashgan. Mana bu birinchi ko'shk. Beyaz ko'shk. Osmonli davridan qolgan tarixiy joy. Endi uni atrofini ko'rsataman sizlarga. Hattoki sizlarga eng go'zal baliq chiqishlarni ham ko'rsataydi. Bunlarga nima deysiz? Hattoki ko'shkdan uyg'un turgan dengiz. Mana shu yerdan dengizning eng go'zal manzaralarini izlash mumkin. Bu parkdagi ikkinchi köşk, yani O'zbekchada saroy. Osmanlı podshohligidan qolgan. Dengizga tutashib turibdi. O'rmon, lolazor. Ko'prikni ham ko'ramiz. Zaten o'sha mashhur. Güzel lolalarga yig'in qoldi. Mana bu yerda juda ham bir go'zal manzarali haykal, ya'ni ona Ceyran bolasi haykalini tabiatga uyg'un qilib qo'yibdi. Va suvdan shunday bir tarafi dengiz, mana bu tarafda ördeklar, g'ozlar. Salam. Güzel. Hoppa. Ördekler.
Mana bular esa martlar. Ya'ni baliq qushlar, dengizdagi baliq qushlar. Bu taraf tabiat sharshara. Albatta suvga kirish mumkin emasligini yozgan. Chunki shu yerda hamma dam olyapti. Shu yerda tabiatni go'zalligini ko'rib qo'shig'im aytgim kelib qoldi. Lekin bularni hammasini tabiiy chiqishi uchun siz azizlarimga albatta YouTube kanalimda qo'yaman videolarni. Mazza qilib ko'rasiz. Sizlarni ham albatta bu yerga taklif qilib qolaman. Siz azizlarim bilan birga bo'lishni xohlayman. Mana dengiz. Ada hijau. Bu eng chiroyli olmaxon. Mangu tablichkalarda qayerga borishlar hammasi yozilgan. Hozir mana bu güzel joyga kiramiz. Qani nima bor ekan? Eshiklar. Nihoyat 3-köşk. Osmanlı tarixidan qolgan saroy, pamba köşk. Bu ham tarixiy. Osmanlıdan qolgan tarixiy köşklardan biri, ya'ni saroylardan biri. Juda ajoyib dengiz manzarasi.